Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan nemis tili grammatikasini o'rganishda davom etamiz. Bugungi videomizni mavzusi imperativ, ya'ni buyruq mayli. Ya'ni buyruq. Masalan, o'zbek tilida siz ham buyruq berasiz-ku. Suv ich, ko'proq uxla, tur, yur degan ma'nolar. Xuddi shunaqa buyruqlarni bugun aytishni o'rganamiz. To'g'ridan to'g'ri strukturaga o'tishdan ko'ra, birinchi bo'lib sizlar bilan bilib olaylik, kimlarga, ya'ni qaysi shaxslarga biz buyruq bersak bo'ladi. Ya'ni bizda olmoshlar bor-da, kishilik olmoshlari. Men, sen, u, biz, sizlar, ular, xuddi shulardan qaysi birlariga buyruq bersak bo'ladi. Birinchisi du, ya'ni sen, senga, Oshnangizga qarab turib aytasiz, tezroq yur, suv ich, shu kabi. Ikkinchi shaxs ko'plik, sizlar, ya'ni o'qituvchi sinfda turibdi va ko'pchilik anaqasi bor, nima o'quvchisi bor. Ularga nisbatan aytadi: "Daftaringlarni ochinglar." O'sha ir bilan beriladi bu, ya'ni sizlar daftaringlarni ochinglar. Yoki bitta odam hurmatli shaxs bo'lsa, du bu nisbatan informal, ya'ni formalniy emas. Zi hurmat ma'nosida bir kishiga, masalan, o'zimizdan katta ustozimiz, ota-onamizga bo'lishi mumkin yoki tanimagan insonimizga nisbatan iltimos turing, iltimos yuring degan ma'noda zi, ya'ni sizga buyruq beramiz. Xo'p, bularning strukturasi farq qiladi, gap tuzilishi. Masalan, duda biz o'sha ishlatmoqchi bo'lgan fe'limizda aytaylik, drinking bo'lsa, drinking ichmoq degani. Biz suv ich demoqchi bo'lsak, birovga buyruq mayli, biz endi kishilik olmoshini boshiga qo'ymaymiz. Umuman olganda du, ya'ni oshnamizga buyruq bermoqchi bo'lsak, bu yerda kishilik olmosh qatnashmaydi. Bu qanday bo'ladi? Xo'p, drinking fe'lini duga tuslaymiz, do drinks bo'ladi. Biz duni ham olamiz va drinkingdagi qo'shimcha st-ni ham olamiz. Va fe'lni o'zini qo'yib qo'yamiz gapni boshiga. Drink Wasser, suv ich degan. Du ham ketadi, st, ya'ni qo'shimchasi ham ketadi. Sizlargacha, ya'ni suv ichinglar demoqchi bo'lsam-chi, ko'pgina odamlarga nisbatan suv ichinglar demoqchi bo'lsam, irga nisbatan drinking, drinked bo'ladi, ya'ni t qo'shimchasi qo'shiladi. Biz faqatgina kishilik olmosh, ya'ni irni olib tashlaymiz. Qo'shimcha joyida qoladi va xuddi shu fe'lni gapni boshiga qo'yamiz. Drink Wasser, ya'ni suv ichinglar degan ma'noda. Hurmat ma'nosida suv ichib oling, suv iching degan ma'noda agar aytadigan bo'lsak, bu yerda zi drinking bo'ladi tuslanishi va xuddi shunday holatda qoladi, faqatgina fe'l oldinda. Trinken Sie Wasser, suv iching. E'tibor beringizlar, har bitta gapimiz oxirida undov belgisi bor, chunki bu buyruq, bu savol emas. Trinken Sie Wasser, suv iching. Xo'p, asosiy qoidamiz shu: duga qo'shimchasi ham, kishilik olmosh ham chiqib ketadi. Irda faqatgina kishilik olmosh chiqib ketadi, qo'shimcha qoladi. Trinkt bo'lsa, zida ikkalasi ham qoladi. Endi bir nechta istisnolar, ozgina o'zgarishlar bor, shularni tushuntirib o'taman. Birinchi istisno umlaut. Ya'ni fe'limizda umlaut bo'lsa, duga nisbatan uni tuslayotganimizda umlaut tushib qoladi. Masalan, fahren degan fe'limiz bor, duga nisbatan u first bo'ladi. Lekin biz uni olayotganda duda o'chiramiz, stni ham o'chiramiz va umlautni ham o'chiramiz. Far langsamer bo'ladi. Fer emas, far langsamer. Ya'ni umlaut tushib qolyapti. Umlautli fe'llarda imperativ ikkinchi shaxsda umlaut tushib qoladi. Qolgani qanday bo'lsa shunday o'qilaveradi. Masalan, irga nisbatan fart langsamer, iltimos sekinroq haydanglar. Fahren Sie langsam, iltimos sekinroq haydang degan ma'noda. Keyingisi irinli fe'llar. Irin qo'shimchasiga ega fe'llar bo'ladigan bo'lsa, bular shu duli, ya'ni ikkinchi shaxsda buyruq berayotganimizda qo'shimchasi qo'shilib qoladi. Ya'ni qo'shimchasi qo'shilib qoladi. Duga studierst bo'lardi, ya'ni st qo'shimchasi bo'lardi. Biz du deb olib tashlaymiz, st deb olsa studier qoladi. Lekin qanaqadir bir xunuk eshitiladi, shuning uchun menimcha ular qo'shishgan. Studiere, ko'proq o'qi. Bu yoqqa qanday bo'lsa shunday qoladi. Masalan, studiert bo'lsa, studiert mehr, ko'proq o'qinglar, ko'proq o'rganinglar. Studieren Sie mehr, ko'proq o'qing deb turib bitta odamga hurmat bilan aytamiz. Keyingi qoidamiz, agar fe'limiz trendbar, ya'ni ajraluvchi bo'lsa-chi, ya'ni oldida qo'shimchasi bor va u ajraluvchi bo'lsa, masalan, mitkommen degan fe'limiz bor. Unda o'sha old qo'shimchasini, ya'ni pristavkasini gapni oxiriga olib chiqamiz, fe'lni o'zini qanday bo'lsa shunday tuslab qo'yamiz. Masalan, kommen qanday tuslanadi? Kommst. Duda ham olamiz, stni ham olamiz, kommit, ya'ni lekin qo'shimchasi qolaveradi oxirida. Kommit, men bilan yur. Irga nisbatan xuddi shunaqa. Kommt mit, ya'ni
Men bilan yuringlar degan ma'noda, ha? Erga nisbatan, lekin bu yerda erda oboryapmiz, ha? Erda obordik bo'ladi. Anaqada hurmat ma'nosida kommen Sie mit, ya'ni men bilan boring. Bu yerda fe'l albatta kishilik olmosh ham qoladi. Endi esa bir nechta fe'llarimiz bor. Ular tuslanishi biroz boshqacharoq. Ular u fe'llarni sizlar bilasizlar. Birinchisi bu sein. Sein fe'l, bo'lmoq degan fe'l. Sein, bo'lmoq degan fe'l. Duga nisbatan o'zi qanday bo'lardi sein? Du, ich bin, du bist. Ya'ni duga nisbatan bist, lekin biz bist ishlatmaymiz. Biz ishlatadiganimiz ko'rib turibsizlar, sein. Sein. Sei pünktlich, ya'ni tartibli bo'l, vaqtida kel degan ma'noda. Sei pünktlich. Bu yerda bist ishlatilmaydigan, demak buni yodlab qolishingiz kerak. Erga nisbatan seid qanday bo'lsa shunday qoladi, faqatgina erni olib tashlaymiz va ko'plikda o'zgaradi, sein bo'ladi. O'zi aslida ziga nisbatan sind bo'ladi, lekin bu yerda seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. Buni yodlab qolishingiz kerak. Ko'p emas, faqatgina shu sein bilan haben fe'limiz bor. Haben duga nisbatan nima bo'lardi? Ich habe, du hast. Ha? Du hast bo'lardi. Lekin estada borsak qandaydir so'zimiz buzilib ketadi, shuning uchun biz nima qilamiz? Hab. Hab keine Angst. Qo'rqma. Seni qo'rquv bo'lmasin, seni qo'rqma degan ma'noda keladi. Hab. Bu yog'i qanday bo'lsa, eski qoidalarimizga bo'ysunadi. Erga habt, habt qo'ydikda, erda obordik. Habt keine Angst. Qo'rqmanglar. Qo'rquv bo'lmasin sizlarda. Yoki haben Sie keine Angst. Qo'rqmang deb bitta odamga hurmat shaklida aytamiz. Xo'p, menimcha barcha kerakli qoidalarni o'rgandik. Oxirida bitta yana videomizning asosiy qismini aytib o'tib ketaman, qoidalarini. Duga nisbatan biz imperativ, ya'ni buyruq ma'ni tutayotganimizda fe'lda kishilik olmoshlari ham, fe'lni qo'shimchasini ham olib boramiz. Shunda trink Wasser, suv ich, faqatgina trink qoladi xolos. Va fe'l birinchi o'rinda, buni bildinglar. Erga nisbatan faqatgina erda olamiz, qo'shimcha qoladi. Zida qo'shimcha ham, kishilik olmoshi ham qoladi. Masalan, trinken Sie Wasser. Shunaqa. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunmagan joyingiz, savollaringiz, takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoda ostida bemalol kommentariyada bildirishingiz mumkin. Sizlar bilan Deutsch Sport jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.